G'ishtli domdan kvartira xarid qilib olaman degandingiz, men sizga Chilonzor G9A, Chilonzor metroga peshkom 20 minutlik masofa hamda jahon tillarini yonidan men bu 5 etajli g'ishtli domni 3-etajdan Euro remont mebel texnika 2x6 balkonli 52 metr kvadratli mana shu kvartirani topib qo'ydim. Mana shu kvartirani siz aniq baraka qilasiz, oilangiz bilan mazza qilib yashaysiz. Men sizga hozir kirish eshigidan boshlab kvartiramizni tushuntirib o'taman. Kvartiramizning remontida absolutniy qimmat baho yaxshi narsalar ishlatilgan. Kirib kelaverish eshigimizda temir eshiklarga almashtirilgan Face ID, отпечатка и kod orqali ochib yopiladi zapaskasida da kaliti ham bor. Xo'p, bu yog'imizda Euro montajlar qilib qo'yilgan, kiraverishimizga chiroyli prixojniy mebellar zakazga yasatilgan. Ushbu kvartirada ko'pgina narsalar zakazga yasatilgan, shuning uchun qimmatga tushgan kvartira. Har bir xonasi alohida bu yog'imizda smeshka bo'ladi. Xo'p, mehmonxonani bitta ko'rib o'tamiz. Mehmonxonada televizorni zonamiz chiroyli qilib qo'yilgan. Bu yog'imizda mehmonlarni kutib olish uchun kattagina mebelni zonamiz qilib qo'yilgan. Kvartiramizning chiroyiga bitta baho berib o'tinglar. 1 dan 5 gacha baho beringlar. Kvartiramizning remonti sizga yoqqan bo'lsa, kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib qo'yinglar. Chiroyli lyustralar qilib qo'yilgan. Bu yog'imizda kartinkalar, chiroyli soatlarimiz qilib qo'yilgan, o'zini pilesosigacha, konditsionergacha hamma narsalari qilib qo'yilgan. Mana bu tedilar ham turibdi. Shundoq xarid qilib olib yashashli kvartira. G'ishtli dom 2x6 balkon. Balkonimizga oilaviy ovqatlanib o'tirish uchun stullar qilib qo'yilgan. Bu yog'imizda chiroyli kartinkalarimiz. Xo'p. Bu yog'imizda esa oshxona, mebellar, texnikalar joylashtirib qo'yilgan. Kerakli hamma narsamiz bor ushbu kvartirada. Gaz plita, vichka, xo'p, bu yoqda duxovkasi, kir mashinasi, xolodilniki, kulerlargacha qo'yib qo'yilgan kvartiramiz. Shunaqa remontli kvartirada mazza qilib yashashni xohlasanglar, ushbu kvartiramizni xarid qilib olishinglar mumkin, hurmatli yurtdoshlarimiz. Xo'p, endi sizlar bilan birgalikda Родительский spalnini ko'rib o'tamiz. Bu yog'imizda spalni qismimizda duh spalnilar qo'yib qo'yilgan. Bu yoqda o'zini shkoflari joylashtirilgan. Bu yerda ham soatlar, chiroyli spalni qismimizda mana bu yerda dekorativniy daraxtlarimiz qo'yib qo'yilgan. Kvartiramizga qanaqa mehr berish kerak bo'lsa, hammasi berib qo'yilgan, oladigan odam mazza qilib yashashi uchun. Xo'p. Endi bu yog'imizda 3-xonamiz joylashgan. 3-xonamiz detskiy qilingan bittalik spalni, o'zini bu yog'ida shkoflari, kitob narsalarni qo'yib qo'yish uchun zonalari, bu yoqda dars o'rlash uchun partalargacha qo'yib qo'yilgan, radiator o'tkazilgan. G'ishtli dom. Sanuzelni ko'rib o'tamiz. Bu yog'imizda vanna qismi. Xo'p, vannada ham kerakli hamma sharoitlar qilib qo'yilgan, даже fe'largacha qilib qo'yilgan. Vannasi yaxshi simisiyalar qo'yib qo'yilgan, polniy kafeldan chiqqan hurmatli yurtdoshlarimiz. Endi bu yog'imizda hojatxona qismi joylashgan. Hojatxona ham polniy kafeldan chiqqan. Xo'p, shunaqa tayyor xonadonimiz, xudo xohlasa sotuvimizda turibdi. Katta yo'lni yuziga tushgan, shunda jahon tillarini yonida. 5 etajli binoni 3-etaji 52 metr kvadrat 2x6 balkon. Lyuks xonadon olish kerak, mazza qilib yashash kerak. Hurmatli yurtdoshlarimiz, ushbu kvartiramizga bizni $85,500 narx so'rayapmiz. Poytaxt sharoitidan kelib chiqib. Bu kvartirani olsangiz yutqizmaysiz, vaqt o'tishi bilan narx ustiga minadi. Investitsiya qilib qo'ysangiz ham bemalol mana bu kvartirani $708 dan ijarachi qo'yib qo'ysanglar bo'ladi, hurmatli obunachilarimiz. Kvartiramiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, oilangiz bilan mazza qilib yashashni xohlasangiz, ushbu kvartirani baraka qilishingiz mumkin. Narxi aytib o'tganimdek $85,500 naqd pulga sotiladi. Kvartiramiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, video pastdagi telefon raqamlariga aloqaga chiqib, kvartirani kelib ko'rishingiz, ma'qul kelsa, baraka qilishingiz mumkin. Mana shu xonadonda mazza qilib oilangiz bilan, ota-onangiz bilan yashash sizga nasib qilsin. Kvartiramiz yoqqan bo'lsa, kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib qoling.